Kamtar odamlarni ko'rsanglar dedi Rasululloh. Kichik fe'l, siniq odamni ko'rsanglar, kamtarona muomala qilinglar ular bilan. Biz ikki qo'llab kelib ikki marta ko'rishib qo'ysa, o'shaliga cho'tta deb qo'yamiz. O'zini kamtar tutyapti-da. Kamtar odamni ko'rsanglar, kamtarlik qilinglar. Agar faiza ra'aytum mutakabbirin fatakabbaru alayhim fa inna zalika lakum sighar va madalla va lakum bizalika sadaqa. Agar mutakabbir odamni ko'rsanglar, o'zlariga qarasha kibr bilan muomala qilib qo'yinglar. Albatta bu kibr bilan muomala qilishinglar ular uchun xorlik va ibrat, sizlar uchun sadaqa o'rnida o'tadi, deyapti. Shior birodarlar. Oladigan bitta narsamiz, zarur narsalardan. Mutakabbir odamga o'zidaqa muomala qilib qo'yishlik savob bo'lar ekan. Siniqlik hammaga siniqlik emas. U nasronlar aytadi, 10 betingni urib bersa chop beting, unaqa gap yo'q islomda. Agar hamma chop betingni urib bersa, urib yuraveradi hamma. Mutakabbirmi? Kibr qilyaptimi? U farqi yo'q, u puli bormi, puli yo'qmi, o'ziga yarasha muomala qilib qo'yavering.